Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasining tobora rivojlanayotgani bolajonlarning har jihatdan bilimli hamda salohiyatli insonlar etib tarbiyalanishida muhim o'rin tutmoqda. Uzoq va chekka hududlarda ham zamonaviy bog'chalarning qurib bitkazilayotgani esa qamrov darajasining oshishi, ta'lim sifatining yaxshilanishini ta'minlamoqda. Navruz shukuhi davom etayotgan ayni kunlarda Ko'kdala tumanida ikkita zamon talablariga mos bo'lgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binolarining qurib foydalanishga topshirilgani ham bolajonlar va ularning ota-onalari uchun munosib sovg'a bo'ldi. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 4 yil ichida tumanda 20 dan ortiq davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi qurib foydalanishga topshirildi. Qisqa muddat ichida bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovi 80% ga o'sdi. Ushbu ezgu islohotlarning uzviy davomi sifatida shu kuni Ko'kdalada ikkita zamonaviy bog'chaning ochilish tadbiri tashkil etildi. Dastavval Qumdaryo mahallasidagi 150 o'rinli 25-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishida so'z olganlar sohaning har jihatdan taraqqiy etayotgani, davlatimiz rahbarining e'tibor va g'amxo'rliklari, sa'y-harakatlari natijasida yuqori ko'rsatkichlarga erishilayotganini qayd etishdi. Taomilga ko'ra ochilishning ramzi sifatida tasmalar kesildi. Bu joy oldin juda ham tashlandiq joy edi. Mana shunday joyga aylantirib quruvchilarimiz chiroyli bog'chani qilib berdi. Bu bog'cha mana 1 yil ichida qurib bitkazilib topshirildi bizga. Mana bundan mahallamiz, bolalar hammamiz xursandmiz. Yangidan barpo etilgan ushbu bog'cha barcha zamonaviy talablar asosida qurilgan bo'lib, unda bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Xonalar keng va yorug', zamonaviy mebel va jihozlar bilan ta'minlangan. Shuningdek, o'g'il-qizlarning sog'lom ovqatlanishi, jismoniy faolligi hamda ijodiy rivoji uchun barcha zarur imkoniyatlar mavjud. Ota-onalar va bolajonlarning yaqinlari ham bunday sharoit va e'tibordan mamnun. Bizlar mana qishloqlarga nevaralarimizni uzoq joylarga olib borardik. Mana endi o'zimizning mahallamizda ham chiroyli, ajoyib 2 qavatli binolarda tarbiya olishlarini mana niyatlarimizga yetdik. Avvalambor prezidentimga katta rahmat aytaman. Torjig'a mahallasi esa tuman markazidan chamasi 20 kilometrlar uzoqlikda joylashgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar ota-onalar o'z farzandlarini davlat bog'chasiga qo'yishlari uchun qo'shni qishloq yoki uzoq masofaga olib borishga majbur bo'lishardi. Endilikda esa ushbu zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti mazkur hududning o'zida ham bor. Tadbirda so'z olganlar yangi muassasaning foydalanishga topshirilishi nafaqat Torjig'a mahallasi, balki butun tuman uchun muhim voqea ekanini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, ushbu loyiha orqali hududda yangi ish o'rinlari yaratilgani, bu esa mahalliy aholi bandligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etishini aytishdi. Bugungi kunda Ko'kdala tumanimizda 25-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti open byudjet loyihasi asosida biz yutib olganimizda 5 milliard 200 million so'mga qurib bitkazilib foydalanishga topshirildi. Bu 26-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz o'sha dastur asosida foydalanishga topshirildi. Eng asosiysi, 2 hududda foydalanishga topshirilgan zamonaviy bog'chalar bayramga munosib sovg'a bo'lishi bilan bir qatorda ota-onalarning mushkullari oson, masofalari esa yaqin bo'lishini ta'minlashi shubhasiz.